Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 7-avgust kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. So'mga ko'ra dollarning rasmiy kursi 28 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 11.915 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.191.564 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 32 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 13.749 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.374.946 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0.18 tiyinga pastlab, 1 Rossiya rubli 146 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 146.190 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0.12 tiyinga ko'tarilib, 1 qozoq tangasi 25 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 25.450 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tanga kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga albatta obuna bo'lish tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun barchangizga kattakon rahmat aytib qolamiz.